Assalomu alaykum motoblog ishqibozlari. Ko'pchilik 7 ot kuchli motobloglarga ham karshga qo'yiladigan kapatil yasasa bo'ladimi? 7 ot kuchli motoblog torta oladimi degan savollar ko'p kelib tushgani uchun, xuddi shu 7 ot kuchli motoblogga orqasiga kartoshka qo'llash uchun moslangan kapatilimizni moslab, hozir kartoshka qo'llashlarini ko'rsatib beramiz. 7 ot kuchli motoblogimiz vesi yengil bo'lganligi uchun ustiga ves ilish kerak bo'ladi. 40-50 kilogacha. Bizda hozir unda sharoit bo'lmaganligi uchun ustiga odam chiqarib qo'llash jarayonini ko'rsatib beramiz. Qani ketdik. Ustiga 35, 40, 50 kilogacha bo'lgan yuklarni chiqarsalaring balon buksavet qilmaydi, qo'llashi oson bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, mana kartoshka chiqarish jarayoni mana. Bu qatorlar ham xuddi shunday 7 ot kuchli motoblog orqali kartoshka qo'llangan. Hozir agar 7 ot kuchli motoblogga temir balon qo'yilsa, bunday qiynalishlar bo'lmaydi va kartoshka qo'llash yana ham osonlashadi. Kimga xuddi shu turdagi 7 ot kuchli motoblog va orqasidagi kartoshka qo'llaydigan kapatillari kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqib, birinchi qo'ldan eng arzon narxlarda sotib olishlaring mumkin.